Bizda endi navbatdagi skuterimiz fon elektr sohasi bo'yicha kelgan. Power ishlamagan, signal ishlamagan, relay power relasini almashtirdik. Endi signalni qo'ydik, power qo'ydik. Oxirida zamog'i ham charchagan ekan. Zamog'ini qo'yib berdik. Bu yoqda akkumulyatorlarimizda endi bittasi umuman 0 bo'lib qolgan ekan. Amperi tushib ketib, o'rniga bitta akkumulyator qo'yib berdik. Xudo xolasa yurishi zo'r. Endi juda unaqangi zavodskiy holatdagidek ko'p yurmaydi. 1-2 oy yurib beradi. Chunki qolgan akkumulyatorlardan charchagan. Endi buni ishlaridan kalotkasini almashtiramiz. Tormozlar ishlamaydi ekan, ularni almashtiramiz. Qo'yinki xudo xolasa chiroyli qilib, yuradigan qilib yurgizib chiqaraveramiz. Buni sudrab tortib olib kelishgan. Xudo xolasa o'zlari yurgitadi. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Maslahat ham bepul.